Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Alloh taologa hamdlar, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga durud salovatlar bo'lsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislari bor. Khamsun la ya'lamuhunna illalloh. 5 ta narsani hech qachon Alloh subhanahu va taolodan boshqa bir mahluqlar bilishi mumkin emas. Bu 5 ta narsani ilmi Allohgagina ma'lum, Allohdan boshqa hech bir mahluqqa ma'lum emas. O'shalarning biri bu qiyomatning qachon bo'lishi. Alloh subhanahu va taolo Luqman surasining oxirgi oyatida aytadi: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innalloha indahu ilmus sa'a. Qiyomatning qachon bo'lishini faqatgina Alloh biladi. Allohdan boshqa hech kim qiyomat qachon bo'lishini bilmaydi. Aziz birodarlar, albatta qiyomatning qachon bo'lishini bilmaymiz. Lekin hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qiyomatning alomatlarini bayon qilib ketgan. Qiyomatning alomatlari ikki qismdan iborat. Ba'zilari kichik alomatdan bo'lsa va ba'zilari esa katta alomatlardan. Qiyomatning katta alomatlarining biri Imom Mahdiyning chiqishlari. Inshaalloh bugungi darsimizda Imom Mahdiy haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Imom Mahdiyning chiqishlari haqida Ahli sunna va jamoaning aqidasi qanaqa? Ahli sunna va jamoaning fikri bo'yicha Imom Mahdiyning chiqishlari haq. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sahih hadislari bilan ham tasdiqlangan. Albatta bir narsani esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Imom Mahdiy, ya'ni Ahli sunna va jamoa istayotgan, Ahli sunna va jamoa kutayotgan Imom Mahdiy bilan shiyalarning Imom Mahdiysini o'rtasida farq bor. Shu narsa doimo yodimizda bo'lsin. Ikkinchisi, Imom Mahdiy qachon chiqadi? Bu ham ulamolarimizning so'zlaridan ma'lum bo'ladi, hadisning ishorasidan ham ma'lum. Yer yuzida urush talash, zulm, adolatsizlik tarqagan vaqtda, ummat qiyinchilikda yashayotgan vaqtda Imom Mahdiy chiqib, o'sha zulmatni, o'sha adolatsizlikni, o'sha ummatning orasidagi fitna fasodlarni tarqatib, ummatning o'rtasida adolatni yurgizish uchun bu dunyoga keladi. Ya'ni ummatga og'ir holat tushganda, qatl ko'paygan vaqtda, adolatsizlik ko'paygan vaqtda Imom Mahdiy chiqadi. Ikkinchisi, Imom Mahdiy necha yil yashaydi? Bu haqida ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislari bor. 7 yil Imom Mahdiy chiqib, bu dunyoda 7 yil umr surib va o'sha 7 yilning ichida yer yuzini top-toza qilib, adolatga to'ldiradi. Imom Mahdiyning ismlari, otalarining ismi va Imom Mahdiy qaysi qavmdan bo'ladi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu haqida bayon qilgan: La tadhhabu ad-dunya hatta yamlika al-araba rajulun min itrati yuwati'u ismuhu ismi. Qiyomat bo'lmaydi toki arablarga bir boshliq kelmaguncha. U boshliq meni oilamdan bo'ladi, meni ahlimdan bo'ladi. Ya'ni Fatima radhiyallohu anhaning farzandlaridan, nabiralaridan bo'ladi. Ya'ni o'shalarning bolalaridan bo'ladi. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisning davomida aytayapti: Yuwati'u ismuhu ismi. Uning ismi, Imom Mahdiyning ismi meni ismimga to'g'ri keladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ismiga o'xshaydi ekan. Ya'ni Muhammad bo'lar ekan. Boshqa hadisda aytiladi: Yuwati'u ismu abihi isma abi. Uning otasining ismi meni otamning ismiga o'xshaydi. Ya'ni Imom Mahdiyning ismi Muhammad bo'lar ekan, otalarining ismi esa Abdulloh bo'lar ekan. Bizni payg'ambarimizning ismlari ham va otalarining ismi ham shunday. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni qiyomatning azobidan, qiyomatning fitnasidan saqlagan bo'lsin. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.